Sanjar aka, ayni damda bir narsaga guvoh bo'lib qoldimda. Bir xalqimizga tushuntirib o'tsangiz, ba'din o'zingizdan bir savol tug'iladi aka, ushbu kameralar ishlagan bo'lsa, yo'lovchi tashish taksistlarimiz bor. Ushbu taksistlar qanday odam olish mumkinmi yo mumkin emasmi? Savol juda o'rinli, sabab bugungi kunda ijtimoiy tarmoqlarda juda ham muhokamalarga sabab bo'lyapti. Ya'ni yo'lovchi tashish bilan shug'ullanuvchi transport vositalari litsenziya varaqasiga ega bo'lgan 4 o'rindiqli, ya'ni biz taksi deb bilganimiz yengil mashinalar, Nexia, Lacetti, shular yagona taksi belgisi bilan jihozlangan bo'lsa, ya'ni tomida sariq taksi plafoni hamda transport vositasining bel qismida shaxmat nakleykasi yopishtirilgan bo'lsa, to'xtash yo'lovchi tushirib chiqarish huquqiga ega. Turib olib, avtomobil transportini o'chirib qo'yish emas, yo'lovchi va yuklarni to'xtash va to'xtatib turish mumkin emas bo'lgan belgilar ta'sir doirasida chiqarib tushirish huquqiga ega. Yana bir narsaki, bular shuni chorrahalarda ham to'xtash mumkin deb o'yladi, yo'q. Chorrahalar 30 metrgacha amal qiladi. Bu litsenziya varaqasi bo'lsa ham chorrahalarda to'xtab yo'lovchi tushirib chiqarish yoki yuk ortib tushirish mumkin emas. Sababi boshqa bir transport vositalarini harakatiga xalaqit bermasligi kerak. Bu faqatgina o'sha mana bunaqa 320 metr belgilar deymiz, to'xtash va to'xtatib turish mumkin emas bo'lgan belgilarda yo'lovchilarni tushirib chiqarish yoki yuklarni ortib tushirish huquqiga ega. Aka, yaxshi bir savolda. Xo'p, mana bu yerni bilamiz, juda ko'p taksilar, avtomobillar qo'yiladigan joy, biz bunga o'rganib qo'yganmiz. Bular qayerga qo'yadi? Qayda sharoit bor bular endi mashinasini qo'ygan? To'g'ri aytasiz, endi yuqorida aytganlarimiz faqatgina 4 o'rindiqlilarga ruxsati bor, ya'ni yo'lovchi chiqarib tushish. Bu yerda bizni undan tashqari Damas avtotransport haydovchilarimiz ham bor. Damas avtotransport haydovchilarimizga mana shu katta shifoxonaning yonida katta bir adashmasam 200 tacha transportga sig'adigan avtoturargoh tashkil etilgan hokimimizning tashabbuslari bilan. Shuning uchun bemalol shu kasalxona atrofidagi yo'lovchi tashish bilan shug'ullanuvchi transport vositalarini ana shu kasalxona yonida tashkil etilgan avtoturargohga kirib, yo'lovchilarni ham shu yerga jalb qilishlari mumkin. Yana bir narsani ma'lumot o'rnida aytib qo'yamiz. Bu больницаning orqasi poliklinikaning yonidan kirganda, больницаning o'zini katel isitish tizimi bor joyga o'sha yer ham avtostoyanka holatiga keltirilgan. Bundan tashqari bozorimizda ham rejimda, test rejimida ishlashga tushibdi. Demak, bozorda, tovuq bozorida 100 o'rinlik, avtobazaning ichida 300 o'rinlik avtostoyankalarimiz ishlab turibdi. Hurmatli fuqarolar, o'zingizni ehtiyot qiling. Sog' bo'lasiz. Aka, rahmat.